Karyerangizda yangi boshlang'ichlar qilishga ruhiy jihatdan tayyor emasligingizni his qilishingiz mumkin. Kutayotgan xabarlaringiz kechikishi, shartnoma imzolashda hamkorlarni yaxshilab tekshirib chiqish foydali bo'ladi. Aks holda keyinchalik fikrlaringiz o'zgarishi mumkin. Hayotga bo'lgan ishonchingizni sinovdan o'tkazadigan holatlarga qarshi o'zingizda kuch topishingiz ham mumkin. O'tmishdagi hayotingizni chuqur tahlil qilib, xuddi shu xatolarga yana qayta yo'l qo'ymaslikka harakat qilishingiz, sayohat va dam olish rejalari uchun esa yaxshi vaqt bo'lmasligi mumkin. Yo'lboshchilar, o'qituvchilar va chet elliklar bilan munosabatlaringizga alohida e'tibor berishingiz siz uchun foydalidek ko'rinmoqda. Moliya bilan bog'liq uzoq vaqt o'zgartirmoqchi bo'lmagan fikrlaringizdan voz kechishingiz mumkin. Keraksiz xarajatlarga moyil bo'lish ehtimolingiz bor. Pul oqimi o'zgarishi va uzoq kutilgan mablag' qo'lingizga kelib tushishi mumkin. Hatto ikkita joydan daromad olishingiz ham mumkin. Eski sevgilingiz sizga qaytib kelishi mumkin, lekin sizni tushunadigan, kerak bo'lsa fidokorlik qila oladigan va sizni qanday bo'lsangiz shunday qabul qiladigan insonlarga imkon berganingiz ma'qul. Tashqi ko'rinishingizni o'zgartirish yoki estetik muolajalar uchun hozir mos davr emas. Ish muhitida adolatsizlik, behuda umidlar va muvozanatsizliklar yuzaga kelishi mumkin. Shuningdek, mish-mishlar va mojarolarga qarshi ehtiyot bo'lishingiz kerak. Salomatligingizga ham alohida e'tibor berishingiz lozim. Ovqatlanish va sport bilan shug'ullanishdagi tartibingiz buzilishi ehtimoli bor. Qandli diabet, tez vazn ortishi va shish kabi muammolarga e'tibor qaratishingiz kerak. Muhabbat hayotingizda esa eski sevgilingiz sizga qaytishi yoki munosabatlaringizda hasad va dushmanliklarga duch kelishingiz mumkindek ko'rinmoqda. Internetda bosim yoki tortishuvlarga duch kelishingiz mumkin. Texnologiya bilan bog'liq cheklovlar bo'lishi, shikoyatlar, mahsulotlarni qaytarish va firibgarliklarga qarshi e'tiborli bo'lishingiz kerak. Aqlingiz chalkashishi yoki mish-mishlar tarqalishi mumkin. Hattoki kutilmaganda mashhur bo'lib ketish ehtimolingiz ham bor. Atrofdagilar sizni to'liq tushunmasligi, munosabatlarda ishonchli deb o'ylagan narsalaringiz esa sinovdan o'tishi mumkin. Bilmagan narsalaringiz bo'lsa, mutaxassis bilan maslahatlashganingiz ma'quldek ko'rinmoqda. Oila ichida kelishmovchiliklar bo'lishi mumkin. Yaqinlaringiz bilan ish qilish, qarz berish yoki olish uchun yaxshi vaqt emas. Yangi mul sotib olish sizga foyda keltirmasligi mumkin, lekin ijaraga berish, ta'mirlash yoki topshirish bilan shug'ullanishingiz mumkin. Meros bo'linishi mumkin, lekin hujjatlar bilan bog'liq ishlar uzoq vaqtga cho'zilish ehtimoli bor. Ishda eski mijozlaringizdan yordam olishingiz, kutilmagan mehmonlar kelishi yoki siz o'zingiz ham to'satdan joyingizni o'zgartirishingiz mumkindek ko'rinmoqda. Yoy, eski sevgilingiz kutilmaganda sizga qaytishi mumkin. Tugadi deb o'ylagan munosabatlaringiz eng ehtirosli joydan yana boshlash ehtimoli bor. Hamma narsaga tayyor turing, chunki o'zingizni aql bovar qilmas ishlarni qilayotgandek his qilishingiz mumkin. Biroq agar aql bilan harakat qilsangiz, noqulay vaziyatlarga tushib qolishdan saqlanasiz. Bu davrda keraksiz qimmatbaho narsalarga qiziqishingiz ortishi va hashamatga ko'proq pul sarflashingiz mumkin. Farzandingizni xursand qilishga harakat qilib, uni biroz erkalatib yuborish ehtimolingiz bor. Lekin unutmang, tashqi ko'rinish hamma narsa emas. O'z ehtiyojlaringizga qarab harakat qilishni unutmasligingiz kerak. Munosabatlaringizda eski masalalar yana bir bor ochilishi mumkin. Natijada muvozanat butunlay buziladi yoki cho'zilmasdan barqaror holatga keladi. Uzoq vaqt ko'rishmagan insonlaringizga duch kelishingiz, hatto ish uchun ham uchrashishingiz mumkin. Estetik o'zgarishlar uchun mos davr bo'lmasligi mumkin. Yaxshilab tekshirmasdan va ishonchsiz joylardan xizmat olmang. Aks holda zarar ko'rishingiz, qayta paydo bo'lgan kasalligingiz sababli shifokorga murojaat qilish yoki davom etayotgan davolanish jarayonini yakunlashni xohlashingiz mumkindek ko'rinmoqda. Sizni qo'rqitadigan masalalar bilan ochiqchasiga yuzlashishingiz va xayrlashishingiz kerak bo'lgan holatlarga endi befarq
qola olmasligingiz mumkin. Yomon munosabatlarni yoki zararli odatlarga chek qo'yish, qarzni yopish kabi yakunlash jarayonlarini boshingizdan o'tkazishingiz mumkin. Dieta, sport, meditatsiya yordamida turmush tarzingizni o'zgartirishingiz, shuningdek, kimgadir kafillik qilish yoki moliyaviy va'dalar berish uchun qulay vaqt bo'lmasligi mumkin. Firibgarlik va o'g'rilik holatlariga nisbatan hushyor bo'lishingiz kerak. Aks holda yo'qotilgan narsalaringizni qaytarib olish siz uchun unchalik oson bo'lmasligi mumkin. O'zingizni omadsizlik his qiladigan davrni boshingizdan o'tkazishingiz mumkin. Kutayotgan pullaringiz yoki huquq jarayonlaringiz esa tezlashishi mumkin. Biroq shoshilinch qarorlar bilan xavfli sarmoyalarga kirishdan tiyilganingiz ma'qul. Munosabatlaringizda uzoq davom etgan moliyaviy kelishmovchiliklar hal bo'lishi mumkin. Agar shoshilinch bo'lmasa, jarrohlik amaliyotlarini keyinga qoldirganingiz ma'qul. Terapiya olish va bolalikdagi travmalardan xalos bo'lish uchun qo'llab-quvvatlanishingiz mumkin. Avval qo'rqqan narsalaringiz endi sizga ta'sir qilmasligi va endi siz butunlay yangi kelajak qurishingiz mumkindek ko'rinmoqda. Yangi aloqalar o'rnatayotganda oldingi uslubingiz endi samara bermasligini sezishingiz mumkin. Ish hayotingizda turli marketing usullari va yondashuvlar ustida ishlash haqida o'ylab ko'rishingiz mumkin. Hamma bilan ortiqcha yaqin bo'lishdan saqlanishga harakat qilishingiz, eski munosabatlar esa qayta tiklanishi mumkin. Lekin agar yulduz xaritangiz maxsus qo'llab-quvvatlanmasa, ularning aksariyati vaqtinchalik ishtiyoq bo'lishi ham mumkin. Rahbarlaringiz sizga e'tibor ko'rsatmayotganini, yordam bermayotganini va biroz bosim o'tkazayotganini his qilishingiz mumkin. Shuningdek, jamiyatning sizga yuklagan rollari bu davrda sizga og'irlik qilishi mumkindek ko'rinmoqda. Biror narsaga haddan tashqari egalik qilishga urinish sizga kattaroq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun hech narsaga ortiqcha bog'lanmaslikka harakat qiling. Ijtimoiy muhitingiz bilan bog'liq avval his qilmagan muammolar yuzaga chiqishi mumkin. Agar xatolaringiz bor bo'lsa, ular sirligicha qolmasligi, shuningdek siz kasbiy muhitingizni ham o'zgartirishingiz mumkin. Moliyaviy masalalarda kelajak rejalaringizga alohida e'tibor berishingiz mumkin. Bu jarayonda har bitta joyga va har bitta insonga vaqt ajratishingiz qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun kerakli joyda yo'q deyishni ham o'rganishingiz kerak. Hech kimdan katta umidlar qilmang, chunki ba'zi do'st deb o'ylagan insonlaringiz aslida dushman bo'lib chiqishi mumkindek ko'rinmoqda. Uzoq vaqt davomida boshlashni o'ylagan, lekin har safar qila olmagan ishlaringizni endi qat'iyat bilan yo'lga qo'yishingiz, rejalaringiz kutilmaganda o'zgarishi mumkin. Agar haddan tashqari o'z manfaatlaringizni o'ylash bilan boshqalarga yordam berish o'rtasidagi muvozanatni saqlamasangiz, munosabatlaringiz zarar ko'rishi va hatto ajralish darajasiga ham yetib borishi mumkin. Ichingizda saqlab kelgan hissiyotlaringiz yuzaga chiqishi mumkin. Asab tizimi bilan bog'liq muammolar, tish og'rig'i, teri kasalliklari, allergik reaksiyalar va isitma kabi holatlar kuzatilishi mumkin. Shuningdek, tashqi ko'rinishingizni o'zgartirish uchun yaxshi vaqt bo'lmasligi mumkin deb ko'rinmoqda. Astrologiya kelajakni bashorat qilmaydi, faqat ehtimollarni aytadi xolos. Bu bizga hayotni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Munajjimlik folbinlik emas, bu ilmiy tadqiqot. Hech kim kelajakni oldindan bila olmaydi. Astrologiya haqida yanada ko'proq ma'lumotlar uchun bizni Instagram, Facebook va Telegram sahifalarimizdan yaqindan kuzatib boring.